Assalomu alaykum. Hurmatli Sarhad.uz kanali obunachilari. Sizlar bilan Sarhad hafta ichida dasturi orqali ortda qolgan haftada chegara qo'shinlarida bo'lib o'tgan tadbirlar sharhini men Erkin Yodgorov hamda Sarhad.uz jamoasi e'tiboringizga havola qilamiz. Mamlakatimiz mudofaa salohiyatini yuksaltirish, chegaralarimiz daxlsizligini ta'minlash borasidagi islohotlar doirasida Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanida joylashgan harbiy qismlarning biriga zamonaviy harbiy texnikalarni topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Surxondaryoda tashkil etilgan xuddi shu mavzudagi tadbir tafsilotlari hamkasbimiz tomonidan tayyorlangan lavhada. Endi chegara hududlarida, xususan tog' va cho'llarda harbiy xizmat olib borayotganlar zamonaviy maxsus texnikalardan foydalanishadi. Davlatimiz rahbari joriy yil 26-27 fevral kunlari Surxondaryo viloyatiga amalga oshirgan tashrifi davomida qurolli kuchlarning moddiy texnik bazasini modernizatsiya qilish bo'yicha aniq vazifalarni belgilab bergan edilar. Ana shu topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida harbiy qismlar uchun zamonaviy texnik vositalar topshirildi. Mazkur topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Termiz shahrida joylashgan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarining yosh chegarachilar harbiy akademik litseyida mazkur qismlarni zamonaviy maxsus texnikalar bilan ta'minlashga bag'ishlangan tantanali marosim tashkil etildi. Unda Surxondaryo viloyati hokimi hamda tegishli vazirlik va idoralar mutasaddilari ishtirok etishdi. Harbiy qismlar ixtiyoriga ajratilgan zamonaviy maxsus texnikalar kalitlari topshirilar ekan, ushbu texnikalar chegaralarni ishonchli himoya qilish, harbiy xizmatchilarning xizmat faoliyatini yanada samarali tashkil etish hamda tezkorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda Oliy bosh qo'mondonimiz tomonidan harbiy xizmatchilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlarga binoan biz harbiy xizmatchilarga O'zbekiston Respublikasi janub sarhadlarini munosib himoya qilish va uning daxlsizligini ta'minlashda shu kabi harbiy texnikalar muhim o'rin tutmoqda. Bu esa o'z navbatida davlatimiz sarhadlarini munosib himoya qilish uchun o'z hissasini qo'shadi. Men Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchisi sifatida shuni ayta olamanki, O'zbekiston Respublikasi janubiy sarhadlari ishonchli qo'llarda. Shuningdek, tadbirda Oliy bosh qo'mondon tomonidan belgilab berilgan vazifalar asosida qurolli kuchlarning jangovar tayyorgarligini yanada kuchaytirish, harbiy xizmatchilar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlarni yaxshilash va zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish borasidagi ishlar izchil davom ettirilishi qayd etildi. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida joylashgan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qismlarning birida muddatli harbiy xizmatchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, dunyoqarashini kengaytirish, kitob mutolaa qilishlarini yanada rivojlantirish maqsadida Men sevgan asar mavzusida kitobxonlik soati tashkil etildi. Unda ishtirok etgan askarlar o'zlarining sevimli asarlari xususida safdoshlariga so'zlab berdilar. Xabaringiz bor, chegara oldi hududlarda joylashgan maktablarda yosh chegarachilar harbiy vatanparvarlik musobaqasining tuman bosqichlari ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Jumladan Sirdaryo va Farg'ona viloyatlarida tashkil etilgan musobaqalarda faol ishtirok etgan jamoalar viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishib, esdalik va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Toshkent viloyati Toshkent tumanida joylashgan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga qarashli o'quv punktida malakali ofitser va serjantlar tomonidan 2026-yil chaqiruvidagi muddatli harbiy xizmatchilarga davlatimiz sarhadlarini ishonchli va mustahkam qo'riqlashda boshlang'ich harbiy bilim va ko'nikmalar berilmoqda. Shuningdek, Surxondaryo viloyatida tashkil etilgan o'quv punktida askarlarni harbiy xizmatga moslashishi, ular o'rtasida sog'lom psixologik muhitni tashkil qilish, xizmat qiyinchiliklarini matonat bilan yengib o'tishlari bo'yicha psixologik trening va mashg'ulotlar tashkil etilmoqda. Hafta davomida sizlar uchun tayyorlagan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. O'ylaymizki, axborot etkazish borasida qilayotgan sa'y-harakatlarimiz sizga manzur bo'lmoqda. Sarhad.uz kanalini kuzatishda davom eting. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.